Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Salomatmisizlar, ruhbadagilar, hamqishloqlar. Mana biz 1-mart mana shu yerda urbalarimiz to'lganligi sababli olib chiqib, qayta tozalab, olib kelib, mana shu yerda ozgina joyimiz qolgan. 40-50 metrcha bor. Shuni bugun erta o'tkazib olib, tepada bir kun ish qilganmiz, o'shalarni davom etkazamiz. Xudo xolasa mana harakat bo'lyapti. Mana sak yurdi. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Rahmat. Shu kunlik ishlarimiz yurib tursa bo'ldi bizga. Mana shu qolib ketyapti, Xudoga shukr. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Duo qilib yordamlaringni ayamay turasizlar. Xudo xolasa bitkazamiz. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Mana bugun kislorod balonga jo'natamiz. Qizilqaya tarafdan olib kelinadi. 6 ta kislorod balonimiz bor, shuni almashtirib kelishadi. Salarkalarda zagotovka qildik. 2-3 kunlik ishlaydigan tayyorgarlik ko'rib qo'yganmiz. Endi elektrod masalasini yechishimiz kerak. Elektrodimiz hozir 4 pachka qolgan xolos. 26 pachka ishlatdik. Plus yana ancha-muncha yordam qilganlar 3 pachka, 2 pachka qilishib berishgan. Hammasi bo'lib shu 32 pachka shu yergacha ishladi. Alloh rozi bo'lsin, ehson qilganlardan ham hamma el yurtga rahmat. Beparvo qolmayapsizlar. Ishlarni yurgizamiz, Xudo xolasa.